Bir oy davomida G-Smart nimaligini hech kim bilmadi va nihoyat o'z yakuniga yetdi. G-Smart supermarket ekan. Vodiydagi eng arzon supermarketda bo'lishi kutilyapti. Sababi hamma narsa 25% dan 30% gacha arzon narxlarda sotilar ekan. Deyarli foyda qo'shmas ekan. Buna bo'lsa, haqiqatan zo'r. Yana bitta savol, bular nimadan foyda qilar ekan? Mahsulotdan emas, xizmat haqqi olinar ekan. Butun boshli bozoringizni arzon narxlarda qilar ekansiz. Bu uchun 11 ming so'm xizmat haqqi to'lar ekansiz. Zo'ru, rostdan ham shunchalik arzon bo'ladimi? Bo'lishi mumkin emas. Chet eldagi tizim bizga kirib keldimi? Eslatib o'taman, ochilish kuni juda ham ko'p sovg'alar o'ynaladi. Uning uchun G-Smart profiliga, Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Hammalarni mana shu yerda kutib qolamiz. Eng arzon narsalar xarid qilganingizda kassadan navbatsiz o'tish uchun Telegram bot orqali ro'yxatdan o'ting. Endi ochilishda aytmasak bo'lmaydi. 5 avgust 17:00 da sizlarni G-Smartda kutib qolamiz. Hammalarga omad.